Vaqtni to'g'ri taqsimlash. O'qituvchi stol ustidagi idishga bir necha dona qayroq toshlarni soldi. Nima deb o'ylaysizlar? Idish to'ldimi? So'radi u o'quvchilardan. Idishda ko'rinib turgan qayroq toshlarni ko'rib, sinf uning to'lganini tasdiqladi. So'ng o'qituvchi dars avvalida stol ustiga yoygan qog'ozdan yarim hovuch mayda shag'al toshchalarini olib idishga soldi va yana o'quvchilardan idishning to'lgan to'lmaganligini so'radi. Qayroq toshlar orasidan sirg'anib bo'sh joylarni to'ldirgan shag'alni ko'rgan o'quvchilar yana bir ovozdan idishning to'lganini tasdiqlashdi. Shundan keyin o'qituvchi kaftini qog'oz ustidagi qumga to'ldirib, uni qayroq va shag'alga to'lgan idish ustiga to'kdi. To'lganligi bir necha marotaba tasdiqlangan idishga bir kaft qum zarralari ham singib ketdi. O'quvchilar bu gal ham bu tajribaning nima bilan tugashiga qiziqib, to'ldi deb javob qaytarishdi. Bu idish sizning umringiz timsoli. Qayroq toshlar sizning oilangiz, yaqin do'stlaringiz, salomatligingizdir. Mayda shag'al donachalari sizning ishingiz, qiziqish va boshqa istaklaringiz. Qum esa hayotingizdagi boshqa mayda chuydalardir, deya so'zini tugatdi o'qituvchi.